Mana hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan biz splaxnologiya bo'limini hazm sistemasini boshlaymiz. Hazm sistemasi nimadan boshlanadi? Og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ini biz ikki guruhga bo'lamiz. Birinchisi og'izning dahlizi, vestibulum oris, ya'ni og'izning kirish qismi hamda og'izning xususiy qismi, ya'ni cavitas oris propriaga bo'lamiz. Mana shu og'izning dahlizini mana shu tish misoli sizlarga tushuntiraman. Og'izning dahliz qismi mana shu kichik oziq tishlarimizgacha bo'lgan sohani biz nima deymiz? Og'izning dahlizi, ya'ni vestibulum oris deb ataymiz. Yuqoridan yuqoriga tishlar, pastdan pastga tishlar, yuqoridan yuqoriga lablar, pastdan pastga lablar bilan chegaralanib turadi. Endi ikkinchi qismi bo'ladigan bo'lsa, xususiy og'iz bo'shlig'i, ya'ni cavitas oris propria. Ana endi og'izni ochamiz. U boshlanadi mana shu kichik oziq tishlarimizdan boshlanib davom etadi. Yuqoridan yuqoriga tishlar, pastdan pastga tishlar, yuqoridan qattiq va yumshoq tangday, pastdan esa pastki jag' diafragmasigacha bo'lgan joyda chegaralanib turadi.